Assalamu alaikum, aziz muhtaram qarindoshlarım. Hammanglarga Allohning salomı bo'lsin. Uzun bir aradan keyin qayta ko'rishdik. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu kadar uzun bir zaman yo'qolib ketganim uchun uzr tilayman. Yo'qolib ketishda turli o'xshamagan sabablar var. Hazırlaşıp tegishlik, nashr qilishga tegishlik ba'zi kitoblar var edi. Shular bilan bo'ldik, shundaqla kayfiyat masalasi sabab bo'ldi. Mening tarixiy burchimni, milliy burchimni, Sharq Turkistonlik bo'lish burchimni va Uyg'urlik burchimni eslatgan qarindoshlarimga, menga ilhom bergan qarindoshlarimga, meni qayta g'ayratga kelishga undagan qarindoshlarimga rahmat aytaman. Bo'libmi xonim qizlarga rahmat aytaman. Chunki har bir odamning tarix oldida bir mas'uliyati bo'ladi. Tarix tarafidan yuklangan bir mas'uliyati bo'ladi. Bu mas'uliyat her kim için o'xshash olmaydı. Bugün mushu vaziyatda mening tarixiy rolimning nima ekanligini menga eslatgan qarindoshlarga uning uchun rahmat aytaman. Agar tarix tarafidan bizga yuklangan bu yuk, bu burch, bu vazifa tashlab o'tilsa, biz Allohning oldida javob berolmaymiz. Shundaqla avlodlarimizning oldida javob berolmaymiz. Balkim sizlarning kechmishinglardan bo'lgan bo'lishi mumkin. Mening kechmishimda hali ko'p ko'rilgan shundaq bir ahvol bor. Her qitim tariximiz haqida birer hikoya o'qigan vaqtimda, ya'ni hikoya derken to'qilma emas, haqiqiy tarix haqida bir hikoya o'qigan vaqtimda xalqimiz dushman bilan tirkishidi. O kadar charchaydi, o kadar tugishidi. Quvvat qolmaydi, energiyasi tugaydi. Ozuq yo'q, o'q-dori yo'q. Ana shu paytda birdilla bo'shab ketadi, dushman qaytadan istilo qiladi. Aslida bu vaqtda dushman taslim bo'lish haqida maslahatlashyotgan. Biz tarixni o'qiyotganligimiz uchun har ikki tarafning ahvolini birga o'qiy olamiz. Uning uchun bilimizki dushmanmi aran qoldi. Yana azroq ta'xir qilsa, biz taraf dushman tamamen taslim bo'ladi yoki tamamen yo'q bo'ladi. Lekin eng oxirgi daqiqalarda biz tarafdikini bo'shab ketadi-da, shuning bilan qaytadan vatanimiz istiloga uchraydi. Biz her ikki tarafni ko'rib turib, ikki tarafning ahvolini bilib turib o'qiyotganligimiz uchun bu hikoyani Alloh akbar, yana kichkina sabr qilsinin bo'ladi ya is deb ketamiz. Mening o'yinda kechmishlarim bo'lgan. Aynı vaqtlar qonlarim urg'ib, butun vujudim qizib, voy isit, shunchalik g'ayrat qilib 30 chidab 9 qolganda hajab bir chidamaslik qildi. Bir kun chidagan bo'lsa-chi. Bu bizga bunday deyish oson, chunki ikki tarafning ahvolini bilgechki. Ama o ecdatlarımız şu zamanda düşman tarafının ahvalini bilmegerlik için, ularning aran qolganligini bilmegerlik için
Ularni yanada tehi jiq quvvati va deb o'ylab bel qo'yib etgan bo'lishlari kerak. Tarixiy rol mana shundoq. Bir kunlar bizning avlodlarimizdan biri chiqib, mening haqqimdimi voy isi yana bir ay davom qilsa bo'lmasmidi deydigan bir afsuslikni deb qilishini o'ylaganimda meni qo'rqinish bosdi. Bu mas'uliyatni tashlab qo'yish mening haddim emas. Bugun tarix menga bu vazifani yuklagan bo'lsa, buni qilish majburman deb o'z o'zimga madad verdim. Shundaqla xonim qizlarning, qarindoshlarimizning eslatmalari qatilib meni qaytadan rag'batlantirdi va bugun sizlar bilan yuz ko'rishib o'tiribmiz. Bugun bizning milliy vaziyatimiz, vatan sirtidagi milliy vaziyatimiz tarixda misli ko'rilmagan darajadagi bir milliy uyg'unish vaziyati. Bu milliy uyg'unish ayollarning texmi keng ko'lamda uyg'unishi bilan tarixdagi hech bir zamonga o'xshamaydigan xarakter oldi. Nima uchun ayollarning safarbarlikka kelishining bu qadar ahamiyati bo'ladi? Eslab baksanglar tarixdagi, bek uzoq tarixnimi tafsilotini bilmaymiz. 30 yillardan boshlab eslab baksanglarmi ayollar uyda boshqa ish bilan ishi yo'q. Go'yo o vatan millatning ishi uning ishi emas, kishining ishi. 30 yillarda ayollarga hech munosabati yo'q. Xalq qo'zg'olonlarining, inqiloblarning ayollarga munosabati yo'q. 40 yillardami ayni shundoq takrorlandi. Bardir bir qancha dona, ammo chunki Sovetning kulligi ostida ilib berilgan bo'lg'achqa, Sovet ta'sirida bo'lg'achqa azdir ko'pdir ayollar bo'lgan bo'lsa-mu, ayollarning safarbarlikka kelishi, umumiylik uyg'unishi deyishga mumkin emas. 50-yillarda, 60-yillarda, 80 va 90-yillardagi cheklik milliy qarshiliklarimizdami ayollar o'tirdi ko'rinmaydi. Shundaqla mamlakat tashidagi, chet ellardagi milliy da'vo deyilgan bu vatan da'vosidami sapda ayollar ko'zga chalinmaydi. Faqat bu qatim ayollarning safarbarlikka kelishi, ayollardagi qizg'inlik erlarimizdan o'tib ketdi. Bu kishiga bir parlaq bir manzarani tasavvur qildirdi. Umidlandirdi bu. Nima uchun ayollarning safarbarlikka kelishidan umidlanamiz? Bu shuning uchunki ayollar safarbarlikka kelganda avlodlarimiz safarbarlikka keladi. Chunki ayollarimiz avlodlarimizning tunji muallimi va onasi. İnsan balası tunji tarbiyani, tunji savatni, tunji ta'siratni onasidan oladi. Ayollarning safarbarlikka kelishining ahamiyati bu yerda. Bilimli bir ayol balasiga ilmiy usulda ilim, axloq o'rgatadi. Uni barliq ilmiy usullar bilan tarbiyalashga tirishadi. Dindar bir ayol ballarga
dini kültürümüzni yutudu. Vatanperver bir ayal ballarıga vatan muhabbetini sığdırdı. Milletperver bir ayal ballarıga milletni süýüş hakkında terbiye berdi. Xitayga bolan öçmellik bolan bir ayal ballarynyň kalbigimi bu milli öçmellikni terýdi. Biz äkişler, dadalar, qanday qılymyz? Aýdy jyldy bir, tapşyrygyň uşuldyňmy? Nime kılıvatsan? Anda kılmacıma. Boldy, bitdi işimiz. Biz her güne, her saat, her daim, her kanda okşamagan bir vakitda ballarımız bilen jogurulgan bir münasebetde bulanmayız erkekler. Onun için bizning evlatlarımızga bolgan täsirimiz analardek bolmaydy. Allah'a şükürler olsun ki bu ketim ayallarının uygunuşu hakikaten misli görülmegen derecede. Karındaşlardan birisi bana iki ayal avazını yollaptı. Ayal avazdan iki avaz. Bir avazdı bir hanım kelgüsüde kılmakçı olan namayışta bayrak yütämeydiganlyk, Xitay terörist dep Xitaylarni eýitlep şuwart bolmaýdyganlyk hakkydaki ulugvar nazariýany oturup goýapdy. Bu birinci avaz. İkinci avazdyky ayal o kadar erkekçe, o kadar bir cesaretki tolgan, o kadar hak küzü uçuk bir şekilde reddiye beripdi ki bununla. Allah onundan razı olsun. Bu mana milli oýgaklyk bu. Mana şundan hazır cevap algy kilälisek, mana şundan nime paýda, nime ziyan derhal körüp ýitelisek, o çagda milletimizning çokum kutuldyganlygyny kisip etişki bolady. Bu oygunuş Allah'ın bir mucizesi. Her kanday bir yaman işinin akıstymy, bir şernin akısty, bir haýyrynyň boldyganlygyny köpdiýdik. Bu İslam dininiň garaşy. Bu Kur'anda oturup goýulgan. Allah'ın nurgun haýyrlyk kısmetleri bir şernin akısyga, yani yamanlykyň akısyga ýoşurulgan bolady. Yamanlyk bolup görülgen nurgun işlanyň akysy bir ýaxşylyk bolady. Bizning milli kimligimizning turaklaşyşyga, şekillenişi we turaklaşyşyga, umumlaşyşyga sebep bolgan tarihi amillarny sözleşik dogry käsimi hemmisi şer. Bu şer tüpeýleden biz milli kimligimizni tunudyk we milli kimligimiz umumlaşdy. Bugün vatanymyzda bolawatkanymy intaýyn dähşetlik bir yaman şerniň en ýüksek çokysy. Bunyň akysy bolawatkany ýaxşylyk nime? Bu tüpeýleden biz milli seferberlik geldik, milli kimligimizge tehimi mekkem ýepişidigan boldyk. Wagtyňlaryny agalligym üçin özür soraýman. Endi bugünkü temaga keleyli. Bugünkü tema görüwatsizler ekranyň astyda ýazylyp turupdy. Şerq Türkistan Milli Müstakillik Hareketiniň ideologiýasy togrusynda. Aldy bilen şunu sorup etsem täzim ýaxşy bolar. Şerq Türkistan Milli Müstakillik Hareketiniň bir ideologiýasy barmy?
bu savolni manga ovoz qoldirganlar, mesaj yozganlar, el-xat yozganlar, davomli so'rayotgan, ko'p so'ralgan bir savol. Bizning bu shunday bir ideologiyamiz bormi? Meningcha bizning bunday bir ideologiyamiz bor. Chunki bir millatning azodlik harakatida birlashtirish, uyushtirish, qo'zg'atish rol o'ynaydigan ideologiyani o'zi tanlaydi. Har millat o'zi tanlaydi. O'zi bekitadi. Bunday bir ideologiya tashqaridan qabul qilinishi mumkin. Masalan, Xitoylar, kommunist Xitoylar hokimiyatga chiqishda vosita qilgan ideologiyasi nima edi? Marksizm. Marksizm ideologiyasini sirtdan qabul qildi. Shu millat kishilari tarafidan o'tirib qo'yilishi mumkin. Tashqaridan qabul qilingan taqdirdami, yanala har kim o'z amaliyatiga uyg'unlashtirib qabul qiladi. Xitoylarning jungochi sotsializm degandek. Jungochi demokratiya, jungochi bala degandek. 1930-yillardan keyin Uyg'ur milliy kimligining kun siri ro'shanlashishiga ergishib, millatchilar tarafidan, vatanparvarlar tarafidan milliy shuarlar, chaqiriqlar o'tirib qo'yilishga boshladi. 40-yillardan keyingi yarmidan boshlab Çin Türkistanchilar tarafidan bir shuar o'tirib qo'yildi. Millatimiz Türk, dinimiz islom, vatanimiz Sharq Turkiston. Ammo Çin Turkistanchilarning asosli tutgan yo'li Xitoy hukmronligining ostida qilish, avtonomiya talab qilish. Ya'ni mustaqil bo'lish emas. Xitoy hukmronligini qabul qilib, Xitoy hukmronligi ostida avtonomiya talab qilish bo'lganligi uchun ularning dushmani yo'q edi. Chunki dushman bilan birga qolg'ili olmaydi. U birga qolaman deyotgan ekan, u dushman emas degan gap. Do'st. Dushmani yo'q edi ularning. Chunki birini dushman deb turib, uning hukmronligini qabul qilg'ili olmaydi. O'zlarini millatchi deb sifatlasimi, Xitoylardan ayrilmaslikni prinsip qilgan majruh bir millatchilik edi bu. Ya'ni kiselman bir millatchilik. U kunning shartlaridagi milliy kimlik texi yeni milliy kimlikka to'liq qaror topmag'achqa. Ular millatimiz Türk deb olgan edi. Kamina ma'lum kasalliklari bo'lgan bu milliy shuarni yeni milliy kimlikka ko'chirib, bu 3 jumladagi iddaoning to'salg'isi yoki birdan-bir dushmani bo'lgan obyektni aniq qilib, buningga qo'shdim va buni 2007-yilining 5-ida o'tirib qo'ydim. Oldingi 3 jumladagi iddaoning to'salg'isi nima? Xitoy bir dushman to'salg'i unga. Agar uni amalga oshiraman desam, u Xitoyni belgilamak lozim. Shart bu. Dushmanni belgilamasang, nimaga qarshi tursan, nimaga erishsan. Bu bir shuarmi bu? Ya'ni bu mening isloh qilib o'tirib qo'yganim millatim Uyg'ur, dinim islom, vatanim Sharq Turkiston, dushmanim Xitoy. Hamma Xitoyni degandek ulab qolmasin deb dushmanim tajovuzchi Xitoy deb sifatlab atayotganim bor. Umumayli ish qilib Xitoy. Bu bir shuarmi bu? Yoki ideologiyami?
Bundaq savollar mendinmi so'raldi. Xat yozganlar so'radi buni. Chunki buni ideologiya ustida o'tirib qo'yganlar va bu bir ideologiya deb atadi buni. Bu milliy shuar deb atayotganlar bor. Tor toplarda so'ralyapti. Endi biz milliy shuar bilan yoki bir shuar bilan ideologiyaning o'xshashliklari, farqlari haqida azroq to'xtalaylik. Shuarlarning aqsida hamon bir ideologiya bo'ladi. Ideologiyaning o'ziga xos shuarlari bo'ladi. Buning uchun qo'shilishli bu gapga. Bir ideologiya sistemi yoki maslak, izm deganlarning biror jumla, bir necha jumla yig'inchoqlangan yadrosi bo'ladi. O'nlagan, yuzlagan tomlarni to'ldirgan shar'iysi, izohiy tatbiqlash tafsiloti, yangi tajribalar orqali to'liqlangan mazmunlar bo'lishi mumkin. Marksizmning negizi kollektiv millatchilik. Sinifiy ziddiyat hukmi. Shuari nima? Butun dunyo proletarlari birlashinglar degandan iborat. Sinifiy ziddiyat asosidagi kurash shakliga tayanib, eng oxirida sinfsiz jamiyat bo'lgan kommunizmni ishga oshirishni g'oya qilgan. Marks, Engels, Lenin, Stalin, Karl Liebknecht, Mao Zedong, oxirisi Deng Xiaopinggacha va bugungi yangi o'tirib chiqayotgan marksizmchilargacha necha yuz tom yozilib, taki bugungi uchun ba'zilar bu maslak haqida yozishni davom qilyapti. Har kim uni andaq sharhlaydi, mandaq sharhlaydi, mandaq tatbiq qiladi, undaq tatbiq qiladi. Ya'ni o'zining ishiga keltiradi. O'zining g'oyasiga uyg'unlashtiradi. Buni o'zimizning davlatining sharoitiga uyg'unlashtirdi deb chiroyli ataydi. Amaliyotda ma'lum burmilinishlar uchraydi. Masalan, Xitoyning bugungi sotsializmi allaqachon chig'irdan chiqqan. Ammo yana shu varni ko'tarib turdi. Sotsializm deb ataydi. O'zlarini kommunist deb ataydi. Ammo umumiylikchilik asosan yo'q bugungi kunda. Kapitalistik iqtisod Xitoydagisi va kommunizmlik siyosiy sistem. Demak, uni har kim har xil sharhlashi mumkin. O halda tarafimizdan o'tirib qo'yilgan bu shuarlardan millatim Uyg'ur bu jumla millatchilikdan manbalangan bo'lib, millatchilik ya'ni nasionalizm yoki inglizchasi nationalism bu ideologiyadir. Millatim Uyg'urning jiltisi millatchilikdan kelyapti. Millatchilik ideologiya hisoblanadi. Shundaqla ikkinchi jumladagi dinim islomning asos qilgani islom bo'lib, islomizmmi ideologiyadir. Ideologiyalarning bir g'oyasi bo'ladi. U holda bu ikki ideologiyaning g'oyasi uchinchi jumlada o'tirg'i chiqadi. Vatanim Sharq Turkiston. Ya'ni davlat naslik keltirish, mustaqillikni qayta qozonish bu ideologiyaning g'oyasidir. To'rtinchi jumlada yuqorqi ideologiyaning va g'oyaning birdan-bir dushmani to'solg'isi ko'rsatilgan bo'lib, bu bizning barliq harakatimizga yetakchi qiblanan bo'la oladi. Bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz va bu ishimizga yetakchilik qiladigan ideya hammasi bu to'rt jumlaga yig'inchoqlangan. Ideologiya bormi? Bor. Ikki xil ideologiyaning jug'urulmasi bor. Millatchilik va islomizm.
Nationalizm bilen İslamizm. Nişan bağımı? Ba. Vatanım Şarkı Türkistan degen ekenmiz, Cungunu ret kıygan bolumuz. Bu nişan. Ve düşman enik köstilgen mi? Köstilgen. Bu nişan yetişte. Bu ideologiyadan ibaret manevi yolda kitap etip, nişanga qarap kitap atqa vaqtimizda bizga to'salg'i bo'ladigan to'salg'i va bizga qarshi bizning nishonga yetmasligimiz uchun bizni aql qaytarishga tirishadigan dushman hammasi aniq ko'rsatilgan. Yo'l aniq, g'oya aniq, dushman aniq. Bundaq bir aniqlik, buni biz oddiy 4 jumla deb o'ylaysizlar. Bu dunyoning olamshumul ishlarni tavratgan, dunyoni araqdan qilib etgan nurg'un harakatlarning aqsidagi ideologiya yoki shu ideologiyaning javhiri bo'lgan u shuarlarga qarasangmi o kadar oddiy bir necha jumladan iborat. Biz bunday narsalar bilan hafilashmaganligimiz uchun bizga hamma narsa bir bo'lsa biz yetenmaydigan murakkab va biz qilolmaydigan darajada mücmel ve korkunçlu derecede yüksekte. Kolumuz yetmeydi. Bir qarasa hamma narsani biz oddiy ko'ramiz. Ya'ni ikki qutb bor bizda. Yoki ikki rang, oq va qora. Bunga odatlanib qolganmiz. Onun uchun bu bizga oddiy ko'rinadi. Ammo bu oddiylik bizning butkul tariximizdan bo'lib bakmagan. Nişanlımı, yolnumu, düşmanımı aniq ko'rsatgan bunday bir aniqlik tariximiz bo'yicha nazariyalashtirilgan shaklda o'tirib qo'yilib bakmagan. Buningga nima kerak va? Balki shunday so'raladi. Stalinning bir so'zi var. Nazariyadan ayrilgan amaliyat qariq amaliyat. Amaliyatdan ayrilgan nazariya quruq nazariya. Demek nazariya çoqum amaliyatga tatbiqlandi. Amaliyat çoqum bir nazariyaga tayinadi. Bu ikkisi chambarchas bog'langan. Bir jismning ikki yuzi. Biz bunu tariximiz bo'yicha bu kadar aniqlikda nazariyalashtirilgan shaklda o'tirib qo'yilib bakmadı degan bu yo'g'on gapni qildik. Agar ba'zilaringizga bu g'alati tuyulishi mumkin, e'tirof qilmasligingiz mumkin. Andag'i bo'lsa sizlar tarixni aqtirib, mushundaq aniqlikda qiblanam qilishga tegishli bir ideyani o'tirib qo'ygan yana bir inqilobni menga misol qilib ko'rsatib turinglar. Misal uchun 2-Cumhuriyet ko'pchilik tunishli bo'lgan 2-Cumhuriyet. Rahbarlardagi kommunizm masligi chunki kommunizmga moyil hammasi. Hammasi Sovet ittifoqi tarbiyalangan. Yoki bu harakatning o'zimi KGB'ning kulligi ostida erilib berilgan bir harakat. Adamlar Sovet hukumati tarafidan tanlangan. Ve kim qayerda o'tirdi, hammasining o'rni belgilangan. Unda o'g'anlik uchun ularning hammasi kommunizm ideologiyasiga moyil odamlar. Elixon To'ridan boshqa. Shunlashqa kommunizm masligi o'g'anlik uchun bularning kallasida millatchilikni rad qiladi. Kommunistlar nazariya jihatdan millatchilikni rad qiladi.
Ulanın asaslık küreş objekti nime? Sınıf ziddiyet. Sınıf ziddiyet uladaki asaslık küreşinin şeklini, mahiyetini belgileydi. Goya insanların arasında milli küreş yok. Sınıfi küreşlen var. Emi milletinin zalimleri bir sınıf, mezlumları bir sınıf. Milletinin qat'i nazar bu ikki sınıf dost. Özara. Unda olgan eken, ikkinchi Cumhuriyet milletçilikni rad qilgan eken, sınıfi ziddiyetni asosiy kurashi deb tunigan eken, nima kelib chiqadi o'tirg'a? Xitoyni dushman deyolmaydi. Xitoyning zolimlar sınıfından dushman. Keng Xitoy xalqi hammasi do'st. Kommunistlar, kommunist Xitoylar do'st. Faqatla Gomindan dushman. İkinci Cumhuriyet'teki ideologinin perdakısını tekşürsek, yani anatomiyasını tekşürsek, nime çıkıdı aldığımızda bu. Bir yerdeki düşman hükümü tamamen mücmel. Xitaylarının ezgüç sınıfından düşman. Komünizm meslekidekiler ve kalan halk, Xitay halkı dost. Endi milletçilerinin nazarında komünist Xitaylarla düşman, üç meslekçiler dost. Her iki guruhning bir ortak milli düşmanı yok. Bu tarixdagi xatoning mu negizi bir yerde, jiltisi bir yerde, çatak bir yerde. Ortak bir milli düşman yok. Her ikisinin sınıfi düşmanı var. Birinci Cumhuriyet gerçi bir kadar sap milli unsurlarga ega bolsunmu, Xitoydan ibaret bir milli düşmanni tunigan bolsunmu, lekin formulalaşgan hukmlar o'tirib qo'yilmagan edi. Yani nazariyalashtirilmagan. Bir qarg'a amaliyat. Nazariyadan ayrılgan amaliyat. Bugün bizning bundaq bir shuvarni, iddini bir harakat qiblanamizni o'tirib qo'yishimizning zaruriyatlari nimalar? Tarixdan kelayotgan siyosiy da'voning, tashkilotlarning bir ideologiyasi bo'lmasligidan iborat bir bo'shliqni to'ldirish. Bu nəhayət qorxunçluq bir boşluq. Qorxunçluq boşluq ekanligini shuningdan bilamiz ki, bu 60 yillik vatan sirtidagi bu da'vo deyilgan bu harakat hatto nima qilayotgandi bu deb qag'idek xarakteri jihat. Bu boşluqni to'ldirish, harakatimizning yo'li, maqsadi haqida ixchamlashgan bir hukmni zehnlarga qo'yish zaruriyatidan maydonga keldi. Zaten bunun nazariyleşken, şerhi ve tatbiklaş tafsilotı hakkında liderlar, rahbarlik kollektivi o'ylashadigan ish. Xalqning kallasiga uning jimisini to'ldirishning mumkinchiligi yo'q. Deylikki Xitoylar, kommunist Xitoylar bütün Xitoy xalqiga marksizmni o'qitib, marksizmning bütün nazariyalari bo'yicha savodliqiga yo'q. Asosliq yadrosini tashviq qilgan. O nazariyani tüpidikili bilisi bo'ldi uni. Hammadamning bilishi yo'q. Xuddi shuningga o'xshash. Bu to'shuvar bizning bütün xalqqa singdirishga tegishli bo'lgan yadromiz bu to'rt shuvar. Endi uni sharhilash, uni kengaytib yezish, hukmlashtirish,
Bunu keng dairlik tafsilotlashtirish bu ideologlarning ishi, liderlarning ishi. Xalqning bilishga tegishligi mana bu 4. Buni bir talay desak bo'ladi. Biz iddianing nimaligini anqamasdan yashab kelgan xalq bo'lish sifatida bu nayta oddiy bo'lsa-mu bo'ladigan, bo'lmasa-mu bo'ladigan bir narsadek tuyulsa-mu, mushunchilik bir oddiy jumla, bir falsafa sistemasining asosi bo'lib qolgan. Yoki ikkinchi turli qilib aytganda bir falsafa sistemasining ixcham tarafi bo'lib qoladigan ahvollarni ko'ramiz. Shunga shu var yoki iddianing oddiy, uqishliq, hammaga tushunishli bo'lishi harakatning to'g'ri bo'lishida g'oyat zo'r boshlamchilik roli bo'ladi. Shuning uchunmi buni bu ixcham va hammani o'z ichiga olgan bu 4 jumla shuarimizni, ideologiyamizni Uyg'urlarning ta'liyi desak oshirib o'tganlik bo'lmaydi. Buning texim muhim zaruriyati shuki, dushmanlarimiz, Xitoy ishlaydigan munofiq Uyg'urlar, g'alchi Uyg'urlar Xitoylar tarafidan inchik tuzilgan, intayin asta va siliq harakatlik yumshoq sinish usuli bilan harakatlarimizga yo'l belgilash, harakatlarimizni bilindirmasdan chig'irdan chiqarish urinishida bo'lganligini hammaylar mo'lcharlay olamiz. Bizni qanday bo'lsang shunday bo'l deb tashlab etmaydi Xitoy. Buning hammanglarning ko'zi yetadi. Bu mamlakatning tashqariga qo'yilmish qiysin deb tashlab etamda. Yo'q, bizni bu taladikilarni kontrol qilishga, xato yo'llarga boshlashga, iddiamizni qalaymaqon qilishga cho'qim urinyapti ham. Buni hammaylar faraz qila olamiz. Masalan, tig'uchini o'z ichimizga qaratib qo'yishi mumkin. O'zaro zid yetkazilib. Bularni hammaylar faraz qila olamiz. Ammo qanday ozdiq degan savolni qo'ygan vaqtida ozg'a yerimizni tepib chiqish uchun bizning nimaga ehtiyojimiz bo'ladi? Bir mizonga ehtiyojimiz bo'ladi. Bir taroziga. Eg'i ketdimi yoki yengil tushib ketdimi? Buni bilish uchun bir mizonga ehtiyojimiz bor. Qayerda ozdiq? Qanday ozdiq? Buni tekshirib ko'rish uchun bir mizon shart bo'ladi. Agar bundaq bir mizon bo'lmasa, xatoning qayerda ekanligini, qanday yuz berganligini tepib chiqolmaymiz. To'g'ri baho berolmaymiz harakatlarimizga. Mana shunda hollardimi bir yetakchi iddia va bu iddiyani aks ettiradigan milliy shuarning bo'lishi zaruriyatdir. Biz mana shunga sarsak, bu mizonga. Buningga tushmagan hammasi xato. Bu mazmunlar nima uchun tanlandi? Ya'ni bu 4 jumla nima uchun tanlandi? Bugun biz millatchi bo'lishga majburmiz. Cho'qim millatchi bo'lmasak, mujmalliklarni aralashtirib olgan zihniyatlar bilan nishonimizga yetolmaymiz. Bugun biz dinimizning peshiga eng qattiq esilmasak, kimliksizligimizni yo'qotib qo'yamiz. Kimligimiz yo'qolsa, nishonga yetolmaymiz. Bu nuqtadan aytganda biz islomizm bilan tahrirlangan yoki islomizm bilan pardozlangan, islomizmga to'yindirilgan millatchilikni yetakchilik qilib maqsadimizni ishga oshiramiz. Bulardan ne islomizmni, ne millatchilikni tashlab etolmaymiz. Shundaqla bir-biridan ayirib etolmaymiz. Bu ikki ideologiya bizning eng muhim milliy kimlik belgimizga vakillik qiladi. Bizning eng ro'shan boshqa millatlar bilan selishtirgan vaqtida bizni ayirib turadigan eng ro'shan milliy kimlik belgimiz mana shu ikki ideologiyani manba qilgan.
İslam kimligimiz ve Uygur kimligimiz. Eğer bu qabul qilinmasa yoki haqiqiy turda qabul qilinmasa, bizning tarixdan kelayotgan ikki potensial ajralma siziqlarimizda ro'shan yeriqlar hosil bo'lib, parchalanishimizga olib boradi. Biz parchalanishga bekmi moyil bir xalqmiz. Buni hammaylar e'tirof qilsak bo'ladi. Bizni parchalash bek oson. Nayt oson. Ening ustiga tarixga qaragan vaqtimizdami, yiroqqa ketmayni yaqinqi zamon tarixlarimizga qarab baqsak, bizda ikki potensial ajralma dez var, dez. O dez tak çekip bersanız bir narsa dez olsa, onu qattiq urush ketmaydi. Azroq chekib bersanizmi, dez ajraydi. Bu ajralma siziqlarimiz bizning bek ro'shan. Bulardan biri nima? Millatchilik bilan islomni qarama-qarshi qilib qo'yish orqali safni parchalash uchun dushmanga foydali fursat berdi. Bu tariximizda bo'lgan. Hatto 20 yilning oldida 90-yillarning oxirlaridagi O'rta Osiyo, Pokiston, Afg'oniston bu atroflarda elib berilgan Sharq Turkiston ozodlik hareketining teşviqat ve tayyorlik faaliyetleri jarayonida ko'rilgan bir ish. Biz dushmanning qarshini ko'rmay turib teri anglab ketdik. Nima uchun? Bizning bu potensial yeriqimiz dushman tarafidan nayta ustunlik bo'lib foydalanildi. Islom bilan millatchilik qarama-qarshi qilib qo'yildi. Shuning bilan millat degan jannatga chiqmaydi, shehid bo'lmaydi, vatanparvar bo'lsang jannatga chiqmaysan, shehid bo'lmaysan. Degandiki nurg'un vatanparvarlarning ko'ngli suvdi bu ishda. Ayonga tassa, ot o'yladigan, mayonga tassa, harva sunadigan bir vaziyatda bu. Ana shu ikkilisini tashlaydigan gap. Ziyon kimga? Bizga, Xitoyga foyda bo'ldi. Yana bir potensial ajralma siziqimiz, yana bir ajallik dez yurtvozlik. Bu dezning buzg'unchilik roli bizning yangi va zamonaviy millat bo'lib shakllanish tariximizning qisqa ekanligidan manbalangan bo'lib, Uyg'ur kimligini meningsigan tariximiz bekli yangi. Bu bizga g'alati tuyuladi bugun, buni yangi desak. Chunki bu nom, Uyg'ur degan bu nom tunji qatim O'g'iznoma dastonida ko'zga chalinadi. 2000 yildan ortiq tarixga ega bir nom bu Uyg'ur. Butkul Türk tarixining boshlang'ich boblarining hammasiga qarasangiz Uyg'ur bilan boshlandi. Uyg'ur. Bu o kadar konu bir nom. Şuğunisi özlerini Uyg'ur deb atash bek uzoq bir davr ichida unutilib ketdi. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Bu Qaraxoniylardan keyin asosan tilga ilinmadi. Biz 800 yildan ortiq bir vaqt unutib ketdik Uyg'urligimizni. Bu nuqtadan g'alatiligimizni, parvosizligimizni ko'rib olamiz. Shundaqla bu g'alatilik va bu parvosizligimiz haqiqatan bek tushuniksiz. Hatto 20-asrgacha o'ltiraq hayotga ko'chmagan, shaharlashmagan qarindoshlarimiz, qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar hatta
ortak dialektda sözleşidiganlar özlerini Kazak, Kırgız dep atadı. Birlikке kelgen bir namı vardı bunun. Ama şu zamanlarda biz nima dep atadık? Biz üzümüz turuşluq şäheriniň namy bilen atadyk. Jay namy bilen atadyk. Milletin nime dep sorsa, Kaşgarlyk, Turpallyk diýdigan boldyk. Bu hakda Kısqaça Otor Asiya tarihi namly kitapnyň awtory meşhur türklog, nemis gene arlaşkan Rus türklog Bartolt şundak yazgan. Bu yerdeki Türkiye halklarda özlerinin millet namı bolmaýdy. Ular özlerini özleri turuşluk jayının namı bilen ataýdy. Meselen, Kaşgarlyk, Turpallyk katarlyklar dep yazgan. Bek keň daýyrdy bolganda. Bek umumiyetçi bolgan çygymyzda nime dep atadyk? İki bölek atadyk. Altışerlik ve tarançı degenden ibaret iki çoň top oyuncu. Ta ki 1921 ýylga kelgende Sowet Ittipaky türklerni dialektlar boýunça ýeni millet kılıp bölüp başkuruş ihtiýajy bilen ýeni milletlerni atagan. Yerlik muhtariyatlarını kuruş başlagan devirde Uygurlar özlerini birer ortak isim bilen atamay yanına Kaşgarlyk, Aksuwlyk, Hotellik, Tarançy dep jüýgenligi üçin Uygurlarga awtonomiýa berilmegen. Sowet devirde. Bizde nüpusu az milletlerinin awtonomiýalary bolgan. Karakalpakistan ba, Başkırtystan ba, Çeçen, Inguş, bu Kavkazyada o kadar az nüfusluk milletlerinin awtonomiýalary var. Ama Uygurlarga awtonomiýa berilmedi. Bunun sebebi biz şu wagtçymy çögültüp goýap bergendek bir milli kimlik astyda jem bolanmagan. Milli nam bolmagan bu halklardaki endi o milli namy bolganlarny dialektlar boýunça bir millet kılıp yasap çykdy. Ýeni milletler şekillendirdi. Asl dialektlar bolar. Bir milletniň okşamagan til şibisi. Ama bu şivilerniň namydan millet keşip kılındı. Çünkü bölüp idare kılış her kanda hükümran üçün ortak bolgan klassik bir başkuruş usuly bu. Şuňlaşka o namy bolganlarny awtonomiýalaryny berip cumhuriyet oldu bazılar, federatif cumhuriyet oldu, bazılar awtonom cumhuriyet oldu. Uygurlar tehiçe paç-paça haletde özünün täbälikini milletniň ismiga okşaş atap jürgen bolgaçka millet aňnymyz Kaşgarlyk dep, millet aňnymyz Tarançy dep. Bularny birleştirip cumhuriyet gurguly bolmady bädi. Bunundan kurup kaldık. Tunca evlat Sowet Uygur ziyalylardan Abdullah Rozubakiyev 1921 ýyly bir doklat hazırlap Sowet Ittipaky Ali Sowutyga sunudy bu doklatny. Kazakistan däwäside olturaklaşkan özlerini Tarançy dep ataýdyganlar bilen başka cumhuriyetlerdeki alt şäherliklerini koşup Uygur dep milli kimlik beriş hakkında bu doklatda teklif sundu.
ve bu teklif tasdiqlangandan keyin anda ularni Uyg'ur deyishga ko'ndirish uchun ko'p urindi bular. Taranchilar 6 şəhərlik bilan o'xshash millat olamtiq deb unamay, 6 şəhərliklər taranchimi tuqbiz deb unamay, bir-birini yaratmay, hech kimni ko'ziga ilmay, nurg'un jangi jidal majro oldu. Xayriyat siyosiy hokimiyatning zo'ri bilan mecbur og'zingni jum deb tinchitib, agar hokimiyatning zo'ri bo'lmagan bo'lsa, o'z ixtiyori qo'yib bersa, yo'q dedi bu ishmi. Buni tinchitib, hokimiyatning majburlashi bilan og'izlarini jumib, dastlabda yozma shakldagi hujjatlarda, dokladlarda, matbuotlarda Uyg'ur deyildi. Ve bu tedirici halda xalqning ichidami qabul qilinishga boshlandi. Mana bu Uyg'ur kimligining bek uzoq tarixdan keyin qayta qo'llanilishi. İptidai yoki yerim iptidai millatlardan ko'riladigan bunda qabila va urug'doshlikni asos qilib to'planishning bir varianti bo'lgan bu yurtlarni birlik qilib to'planish absolutlarlik bir tarzda ta ki 20. yıllarning oxirlarigacha davom qildi bizda. Şuna bu yurtlarni birlik qilgan to'plar texi to'liq yug'urilmagan, dazlari bilinib turgan, haliqi birlashtirilganda o'tirdika daz, siziq bir vaziyat, bu bilinib turgan bir vaziyat, kiyimmi hükümranlarning ishiga yarab, yurtlar ara ziddiyatlar astirdan cho'qchilinib, yengilinib turilgachqa, bugungacha bu illatning izlari ko'rilib turyapti. Bugün hem bunu düşmanlarımız bölgünçülükler için bir faydalık amil bilmekte. Aldığımızdaki devirlerde yurt dışında bulunduğun Xitay manevi cihetteki buzgunçuluk mezmunlarından biri, Xitay'nın elip barıdığın buzgunçuluk mezmunlarından biri, mana bu oluşu mölçerlenmekte. Bizning mana bu kesilimizni qo'zg'aydi Xitay. Buningdan agah olanlar. Bundak enik yol ve enik nişanlı bildirdiğin milli şuar bulunmasa, yoki itiraf kılınmasa, qabul kılınmasa, özleştirilmese, iddia cihetlerdeki irişler ne aytasan köp çıkıdı. Köp qatib ta'kidladim, men ta'kidlayman, Xitoylar iddia qalaymiqanchiligini paydo qilish uchun bir turkum bilarman munofiqlarni vazifalantirdi. Buning alomatlarini qisqa muddatda köp qatim ko'rdinglar. Ko'rdinglar buni. Cunguluk Uygurlar, namayişte bayrak götürmezlik, Xitay terörist deb şuartı olmaslık teşebbüslerini adil iş, depseliş, hatalaşıp geliş, dep düşünsek, behamlık kıygan budumuz derimdaşlar. Bizning hemmi çatağımız nerede dese, şu sel qaraymiz bir nesler. O kadar sel qaraymiz. To'g'ri tushunamiz. Bu to'g'ri tushunishning gapini men dedim ilgari. Ashunda to'g'ri tushunaveramiz. Bu to'g'ri tushuniladigan ish emas bu. Kechiriladigan ish emas, bo'pti deyiladigan ish emas bu. Yaxshiki Jungolik Uyg'urlarni hammanglar darhol bildinglar. Xitoy terrorist demaymiz, bayroq ko'tarmaymiz deganni darhol bildinglar, qarshi chiqdinglar. Ama davamlıq aşında bilinip durduğun kılamda düşman bu işine. Bilinmeydiğin şekilde kılıdı bunu. Hele adam sizenmeydiğin şekilde kılıdı bunu. Eğer aşında kıpkası bilip bilmezden düşmanın yol ışığı desseyimiz, tozak düşüşümüz, düşmanın bepağı usul oynaymayız. Bunda bulmaslık için. Çokum bizde milli prensip oluşu lazım.
Bu prinsipning asası aş milliy ideologiya, aş milliy şuarımız. Aşının toğru kelevatamdı, kemmevatamdı. Ölçeğimiz bombası atamız onu. Var nerede? Bunda hatalaşıp kalışla, depselişla o kadar addi emas. Bu muhitde bayrak ve devlet girbini balılağı ügütüş iddiyanı teniş oludu. Sebi kalıplarga. Sebilik buzulup ketmesin dep ayağı atar karanlar. Ne kadar küyün oldu. Xitaylarninkini ügesi buzulmaydı bu sebilik. Biz özümüzninkini ügetsek buzulup ketidi. Karışımızda tansak bolmaydı degan okşaş bir sepseti. Bu sepsetilinin bunda uçkaşkar meydanga çıkışımı keçirilyaptydy degan. Nurgun qarindaşlarımız bunun esili olmayını bu depsaldı dep küynäwatydy. Ben depseliş hakkında dedim bu. Psikologiyada bunun düşündürüşü var bu depselişni. Yoşurun anga nemi köp hamallangan bolsa, kanda usul köp hamallangan bolsa, dikkatsiz ahvalda insanın ağzından aşkarlanıp gitip kaladı bu. Köngülgü yoşuğan narsa deyilip gitip kaladı aşında. Çünkü insan akıl bilen kontrol kıldı yoşundan. Ansızlık dökmatılıdı o yoşundan degan şunlaştı. An tarafından kontrol kılınıdı, an tarafından tahrirlanıdı. Bazıda tahrirleşke ülgüymey, yüzü paşkılı bitidigan işler oldu aşında. Bu içindeki yoşuğan narsının aşkarlanışı bu. Onda depsaldı dep kadar onda ham bolmaylı qarindaşlar. Texime dikkat kılışık tegişlik bir nokta şu ki aramızga nifaq sokuş, içki ziddiyet peyda kılış için vazifelendirilgen. Bu bilermen münafıklarının konik isilimiz boğan jutvazlıkını yeni mezmun, yeni kölem, yeni şekil bilen körükleydiganlığı bilinmekte. Bu bizning genimizde mevcut bir acizliğimiz. Çünkü biz Uygur kimlikini tekrar kullanışga başlagan tarihimiz bek yeni bolganlygy üçün bu konu bezle hazırmı bilinip durulu. Biz toluk jugurulup ketmedik. İnşallah bu Xitaylarning bugün kılıvatkan bu zulmü aqsdan keladigan bu hayır bu oluşu mümkün. Yani bizning teltüküs juguruluşumuz bir milliy kimlik aslında tamamen organik şekilde birleşişimiz oluşu mümkün. Bu şernin aqstık hayır. Bu yamanlıkның aqstık bu yaxşılık bu oluşu mümkün inşallah. Ama itiraf kılışımız gerek ki biz bu milliy kimlikning tehi 100 yılgımı yetmegen bir kısqı bir tarihi olganlığı üçün aşkonu pədidiki milletin nime dese palaniyalik deydigan aşkılıkның iznaları tehi jütkünü yok. Acıraydigan yeriklamış del şu ada. Ene üstüge Xitaylar bizni bek jugurulup ketmesinde bunu tarihten beri yengilap durup türlü usulda. Aramızdaki münafıklar arkalı bu konu dezni jutip ketip kalmasın dep yengilap durup araga panak ekip nait ustuluk bilen. Bununla alaydı dikkat kılışımız gerek. Çünkü bu türdeki adamlarning elimi karangı bulun puskaklarda lük, luklarını tilge elip nefret bildirip duruvatkanlığı ma'lum bolmakta. Vatandan azat kılıdığan kurultaylığı toplanganlar hatta kurultaydan kiyinki ihtiyari faaliyet, ihtiyari hareket saatlerde bir yerge toplanıp kurgu paran kılışkanları da lüklerini tilgelip nefretlerini bildirmekte. Vatan milletini azat kılımız dep toplangan kurultaydık eyvallah.
ularning g'azablik chichangishib o'rnidan turib ketayotgandagi nafratning ob'ekti hargizmi Xitoy emas. Naqadar nomussizlik o'ylab bakinglar. Palani yerlik yoki pokoni yerlik olmoqda. Bu bilanmanlar hozircha yetarli kuch qozonolmadi. Tayyorlik qilishyotidi. Azdır ko'ptir bisimizni sinab beqiyotidi. Fursat bo'lsa suvni aytishga tayyor ekanligini bilib turibdimiz. Bundaq nomussiz gaplar chiqqan ig'izlarni tuvaqlash cho'qim ular tilg'agan lüklerinin lam iş emas. Her bir vicdan egisi millet suyar Uygur'un burcu bu. Her bir vatanperver bundaqlarga şu lükler yoki luklar ananni üç qorganda ko'rsatgan mu, nima qilgan deyishleri kerak. Agar men ko'p qatim tilga olgan lamzalli madarachilik bilan tördün biri aziyip gitarmikin, daskandan mahrum bulamammikin deb bundaqlarga prinsipchan bulanmasak, quruqlaplarni qo'yib ishimizni qilsak bo'ladi. Yo'g'on gaplarga salohiyatimizning yo'qligini isbotlagan bo'lamiz. Masalan, iddia sohasida vazifalantirilganlik sho'basiga ega bir tejimel bilarman, ma'lum so'rinda men paloni yerliklarni yomon ko'raman, nafratlanaman, ularni chaqirmanglar deb chichangishib o'rnidan turib ketgan. Ammo bu so'rinda bo'lgan Uyg'urlar uningga raddiya bermay, heliqidek lozim madarachilik bilan silab siypab o'tkazib o'tgan. O'ylab ko'ringlar, qarindoshlar. Mush aylarda bu turdagi gap og'izdan chiqqan bu odamlarni yana nima deb ayash kerak? Bu bizning prinsipchanligimiz. Bu düşmanın Xitoy iddiasini qabul qilmaganlikdir. Ularning düşmanı Xitoy emas. Ular uchun texmi ashaddiy düşmanlar Uyg'urlarning ichidadir. Ko'rinib turgandek, bu milliy shuarimizni, bu azatlik ideologiyamizning javhirini to'liq samimiy chin qalbidan qabul qilmaganlar aslida ko'ngli ala kimsalardir. Bundaq nomussizlarga shuni deyishimiz kerakki, hey manqurt, hey hayvon, sen Xitoylarning qo'lidagi bir ko'saydan iboratsan. Sen boshqa o'tinlarni to'liq ko'ydirishda foydalanyapsan. Seningmi uchun kuyib qisqiraysan, qisqirab xo'jayinning qo'lining ko'ymasligiga kafolatlik qilinmas bo'lgan chig'ingda, loziming tugaganda seningmi boshqa o'tinlar qatoriga o'tqa tashlaydi, to'rga ep qo'ymaydi. Küseyni tövgep koyganını nerede gördük biz? Hiç görmedik. Küseynin ahirki menzili başka otallarga ketiliş. Tonorgu düşüş. Mana bu senin kısmetin. Deyişimiz lazım. Heyran bulmay amalımız yok ki bu hayvanlar erkin dünyada turup mu bunç sadakat bilen Xitaylarning g'alchiligini qiladi. Ularga yordamlashib, anasının millatini, dadısının millatini, ecdatlarının millatini tugutishib beradi. Bu qanday adamiylik? Bu hayvonlik emas. Hayvonlarni o'z to'pidagilarni yirtqichlarga yordamlashib talishib bermaydi. Mana bundaqlar qarshi chek-chekrimizning bekitilishida milliy shuar, milliy ideologiya texmi zaruriyatki, shu an bizning bundaq bir angishtirimiz bor. Şunun üçünmü bunu ta'limiz desek aşağı etkenlik olmaydı. Asli gipimni kelsem, mustaqillik ideyimizning javri o'tirib qo'yilgandan keyin buni qancha tom kitob qilib yozib sharhlasangiz, tafsilotini qancha kengaytsangiz bo'laveradi. Nima bu islom bilan nurlantirilgan millatchilik? Nima uchun bizning millatchiligimiz islom bilan kelishtirilishi kerak bo'ldi? Nima uchun millatchilikni tashlab ketib islomizmni demaymiz? Yoki nima uchun islomizmni tashlab o'tib millatchilikni demaymiz? Bularni qanchalik sharhlashni, kengaytirishni xohlasangiz, shunchalik kengayishi mumkin. Chunki bir nazariya, bir iddia, bir ideyaviy maslak birinchi kunida kamolatga yetgan, to'liq kamkutsiz o'tirib qo'yilgan bo'lmaydi. Buni shu iddiyani qabul qiluvchilar varislik qilish asosida davomlashtirdi, beyitidi, sharhlaydi, tafsilotlashtirdi. Qarindoshlarımga rahmet. Allah hemimizni
niyet kıygan işlerimizde sabit kıysun, maksatlarımızga yetkizsin. Amin.